Ya bizim pulumni berasizlarmi, bermaysanmi? Mudariyada yangilik ham arzon ham sifatli penalombaz yo'lga qo'yildi. Endi bundan buyog'idan samollay tayyorlab, tambashini qapchib, o'g'ir, chelakni tashib, ashi deb o'tirmaysiz. O'zlari kelib sizlarga arzon narxlarda sifatli qilib quyib berib ketadi. Mana sifati umuman yarilmaydi ekan, uning ustiga qurt-qumursqa, boshqa narsa umuman hech narsa kelmaydi ekan. Buning afzallik joylari issiq suvda o'tirmaydi ekan, qishda issiq, yozda salqin bo'lib turadi ekan. Hozir sizlarga bir savol beraman, kommentariyaga yozib ketasiz. Samalli olayning kvadrati tambashga chiqarib sibash necha so'm bo'lib turibdi. Bularniki hozir shu turshi, manaki shunday quyg'ani, tep-tekis lazerda quygan 35 ming so'mdan quyib beribdi buni. Bir kunda 100 kvadrat quyib bera olasizlarmi? 3 bola bo'lib, xullas 3 odam bo'lib 100 kvadrat bir kunda quyib beramiz deyapti. Kimgadir shunday pena blok yoki bo'lmasa pena lombaz xizmatlari kerak bo'lsa, shu bolalarning telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Ko'rganlaringizdek pena blok ham quyilib tamom bo'ldi. 10 minutdan keyin qatat dedi, 10 minutdan keyin ochib qo'yamiz. Adam 10 minut vaqt o'tdi, tozalaymiz. Hop. To'liq bu. Bloklarning mana deb qaliplisidan bor ekan, bu sesma poyezga mo'ljallangan ekan, bu kolonnaga mo'ljallangan ekan. Endi apolog qurib o'tirmaysiz, quyamiz shuni terasida, ichidan beton quyib yuboraverasiz, ammo tashab, mushlardan shuni ichasida bo'ladi. Maqtagan pena blogini sindirib ko'ramiz hozir. Va bu sinmaydi bu. Xullas do'stlar, cheklanmagan miqdorda pena bloklardan sizlarga yetkazib beradi. Shu telefon nomerlarga orqadan telefon qilaverasizlar. Bo'ling manziliga keladigan bo'lsak, orqamda turgan darvoza Mol bozorining darvozasi bo'ladi. Shuning chap yoq betida joylashgan.